inson Ramazonning birinchi kunida ichiga bir urug' ekadi. Uchinchi kun o'sha urug' unib chiqadi. 10-chi kuni ildizi, poyasi bor ko'chatga aylanadi. Keyin esa shoxlaydi. 20-chi kun shoxlari yaproq yozadi. 27-chi kuni yaproqlari gullaydi. Oxirgi kun shoxlari mevalarga to'la soppa sog'lom daraxtga aylanadi. Ildizlari juda chuqur, shoxlari osmon va falakda. Endi ro'zaning nuri insonning yuzidadir. Juda yaxshi tushuntirdingiz. Har bir Ramazonning o'zgacha rangi bo'ladi. Ramazon turli fasllarga to'g'ri keladi. Bir Ramazonda sersuv tarvuzni sog'inib qolasan. Bir Ramazonda qish holvasini. Siz bugun nimani sog'indingiz? Men faqat Ramazonni sog'inibman.